Onlayn savdo haqiqatan ham osonmi? Bugun biz bu videoda faqat shular haqida gaplashamiz. Onlayn savdo, ya'ni siz Instagramda ko'rgan oson videolarni ko'rasiz, oson daromad qilibman deganlarni, YouTube'da ma'lumotlar, ya'ni bunaqa ma'lumotlar juda ham ko'p. O'zi haqiqatan ham osonmi yoki qiyinmi? Bugun shular haqida biz ko'rib chiqamiz. Nega 90% odamlar yutqazadi? 90% odamlar nima noto'g'ri deydigan bo'lsa, reja va strategiyasiz boshlash, mahsulot tanlovida xato qilish, marja va hisob kitobini anig'ini bilmaslik, birinchi qiyinchilikli taslim bo'lish. Ya'ni har bitta ishda, har bitta jarayonda qiyinchilik bo'ladi. Shu birinchi qiyinchilikning o'zida ham to'xtab qolish, men qo'limdan kelmas ekan deb turib juda ko'pchilik yo'qadi. Tez boy bo'lish, ya'ni tez boyib ketaman deb turib o'ylab turib boshlasham, bu eng katta xatolardan bittasi. 90% odam shu keltirib o'tgan 5 ta 6 ta jarayonlarda yiqilib to'xtab qolib ketib qoladi, shu xatolarni qilganligi uchun. Bugun nimalarni o'rganamiz? Bugun onlayn savdoni oson tomonlarini ko'rib chiqamiz va qiyinchiliklarni ko'rib chiqamiz. Eng katta xatolarni ko'rib chiqamiz va videoni oxirida maxsus sizlar uchun video bonus darsligim bor. Buni qiymati $200 atrofida. Siz buni ko'rsangiz, inshaalloh bu bonus darslikni siz qo'lga kiritasiz. Videoni oxirida biz beramiz. Onlayn savdoning oson taraflari. Birinchi yo'li, oson taraflari uyda ishlash. Ofis ijara yo'q, kommunal to'lovlar yo'q, xodimlar xarajati minimal, ya'ni internet, Wi-Fi'ingizga to'lov qilasiz. Asosiysi uyda ishlasangiz bo'laveradi. Endi ko'p vaqtingizni, yuk topshirish, boshqa qilish jarayonlariga vaqt ketadi, lekin o'zi yuzda bemalol noutbukingizda ish qilsangiz bo'laveradi. Jarayonda. Endi do'konsiz savdo. Ya'ni fizik do'kon ochmasdan, offlayn do'kon ochmasdan millionlab mijozlarga yetish mumkin. Ya'ni do'kon ochmasdan siz millionlab odamlarga bitta telefoningizda, bitta noutbukingizda mahsulotlaringizni ko'rsatib, mahsulotlaringizni sotsangiz bo'laveradi. Bu ham oson taraflardan bitta yo'li. Cheksiz bozor. Ya'ni offlayn do'konda siz aytaylik bitta regionda markaziy do'koningiz bor. Maksimum shu markazdagilar siz oldingizga kelishi mumkin xolosda, lekin onlaynda siz butun O'zbekistonga, butun shu bizni qancha aholimiz mahsulot sotib olishga yoshida bo'ladigan bo'lsa, siz o'shalarga tovar yetkazib sotsangiz bo'laveradigan darajada, ya'ni cheklov yo'q. O'zbekistonda har bitta to'chkasidagi mijozga siz mahsulotingizni aynan onlayn savdoda sotsangiz bo'ladi, lekin offlaynda bo'ladigan bo'lsa, bizda cheklov bor. Shu bizni tanigan, bizni ko'rgan, bizni bilganlar kelishi mumkin xolos offlayn, lekin onlaynda bunaqa chegara yo'q. Undan tashqari ikkinchi, ya'ni imkoniyatlarimiz 24/7 avtomatizatsiya, ya'ni onlayn savdoda eng kuchli tomoni tizim o'rnatilgan. Keyin siz uxlayotgan vaqtda ham sotiladi. Ya'ni tasavvur qilishingiz uchun offlayn do'konda ertalab 8 da ochasiz, kechki 7 gacha yopasiz. Yopganingizdan keyin sizda hech qanaqa savdo bo'lmaydi. Onlayn do'konda bo'ladigan bo'lsa, bizda shunaqaki, ertalab soat 8 dan kechki 8 gacha bitta zakazlar saralaymiz. Kechki 8 dan ertalab 8 gacha yana alohida, misol uchun kechgacha 300 ta zakaz tushgan bo'lsa, ertalabgacha yana 100 ta 200 ta zakaz tushadi. Nima sabab? Ko'pchilik ishdan keyin xotirjam tovarlarni xohlagan olmoqchi bo'lgan yuklarni ko'rib tekshirib, zakaz berib qo'yadi. Ularga yetib borgungacha shu vaqt oralig'ida ham odamlar ertalabgacha ham zakaz bemalol beradi. Bundan bemalol foydalanasiz, ya'ni 24/7. Undan tashqari Telegram bot orqali avtomatik buyurtmalarni qabul qilsangiz bo'ladi, yo OLXda yoki o'zim marketplace'larda ishlaydigan bo'lsangiz, vaqti bundan masala yo'q, muammo yo'q. Hammasi shu kechasidan ertalabgacha ishlasa ham bo'laveradi. Mijoz xohlagan paytda sizdan tovar zakaz sotib ola oladi. Do'koningiz nimadir degan holatlar bo'lmaydi. To'lov tizimlari Click Payme yoki shartnomalar orqali bo'ladi. Shu taraflari qulay. Yetkazib berish xizmatlarini siz qo'l oyoqsiz qilasiz. Ya'ni buni o'zingiz yetkazib berib o'tirmaysiz. Shu viloyatdan qasd chegaraga emas, sizni marketplace'da savdo qiladigan bo'lsangiz, o'zining logistika tizimlari bor, yoki OLXda, Telegram, Instagramda savdo qiladigan bo'lsangiz, O'zbekistonda ichki ekspress pochta xizmatlari orqali siz bemalol foydalansangiz bo'laveradi. Bu ham bitta qulaylik taraflari. Qiziqarli fakt, yaxshi o'rnatilgan onlayn savdo tizimi bu aktivga aylanadi. Xuddi bir marta yozilgan kitob har ro'yatli to'lagan kabi, ya'ni sizga uzun marketga siz bir marta tovar joylashtirasiz, yillar davomida unda savdo qilsangiz bo'laveradi. Bu hozir shuni xulosasi. Yillar davomida siz bemalol savdo qilib ketsangiz bo'laveradi. Shu tarafdan ham zo'r. Tugab qolsa, olib kelasiz, lekin siz do'koningizda, siz onlayn do'koningizda, vitrinangizda tovar sotuvini bor qilib qo'ysangiz doim bo'ladi. Har safar yo'q, uqil-buqil degan narsalar yo'q umuman, aynan onlayn savdoda.
Mahsulot tanlash. Endi qiyinchilik taraflari. Biz oson taraflarini ko'rib chiqdik. Endi qiyinchilik taraflari. Ya'ni mahsulot tanlash menga yoqdi, bu biznes emas, bozorga nima kerak? Bu savol millionlab javobiga ega. Ya'ni menga yoqdi degani u sizga hammaga yoqdi degani emas. Mijozga yoqadigan tovar tanlash kerak. Shu joyda odamlarga qiyinchilik tug'ilish boshladi. Nima mahsulot sotishni bilmaslik. Qaysi kategoriyada qanaqa mahsulot sotishni bilmaslik. Rangli, razmerli mahsulot sotib qoladigan bo'lsa, qolib ketib qolishi mumkin. Yoki bo'lmasa sezonniy mahsulot sota olmay qolsa, sezon muddatda yana qolib ketib qolishi mumkin. Shuning uchun eng qiyinchilik taraflardan ham bittasi shu. Noto'g'ri yondashuv. Ko'pchilik o'ziga yoqqan mahsulotni sotmoqchi bo'ladi. Natijada omborda tovar to'lib ketadi, lekin sotuv bo'lmaydi. Bu ham bitta qiyinchiliklardan bittasi. To'g'ri yondashuv, bozor tadqiqoti qiling, ya'ni odamlar nima izlayapti, qaysi muammoni hal qilmoqchisiz shu mahsulot bilan. Nima, misol uchun yosh bolalar bor, pampers kerak ularga. Misol uchun u ham muammo. Undan tashqari misol qurilish qilayotganlar bor, qurilishga mahsulotlar kerak. U ham muammo. Ayollarga nima kerak? Kosmetika kerak. U ham muammoga yechim. Shu singari muammoga siz dolzarb yechimlarni maksimum beradigan bo'lsangiz ham, unda siz mahsulot tanlashda umuman qiynalmaysiz. Shu yondashuvga qarasangiz ham bo'laveradi. Oltin qoida, har doim talab borligini isbotlagan mahsulotlarni boshlang. Ya'ni har doim ketadigan kategoriyalar bor. Misol uchun kosmetika, parfumeriya, uy-ro'zg'or buyumlari, telefon aksessuar, mashina aksessuarlar, bular doim iste'molda bo'ladigan, oziq-ovqat mahsulotlari doim iste'molda. Bular kategoriyalar orasida siz xohlaganingizga kirsangiz, inshaalloh bularda muammo bo'lmaydi. Rangli, razmerli mahsulotlar bor, endi unda sezoniylar bor. Shuning ichidan sezoniy, rangli, razmerli mahsulotlarga ehtiyot bo'ladigan bo'lsangiz, bu siz uchun foyda. Agar ehtiyot bo'lmasangiz, bu siz uchun noto'g'ri va qiyinchilik bo'ladi. Marja va matematika. Bu ham qiyinchiliklardan bittasi. Juda ko'pchilik savdo qiladi, lekin foyda qayerdaligini bilmaydi. Foydani to'g'ri algoritm bilan hisob-kitob qilish, ya'ni raqamni to'g'ri tushunib olish kerak. Bitta mahsulotni joylashtiryapsiz, u mahsulotga qancha xarajat, target reklamasi bo'lsa, reklamaga qancha xarajat, yoki marketplace'da bo'lsa, komissiyaga qancha xarajat, buni aniq ajrata olishingiz shart. Bitta mahsulot sotuvga qo'yganingizda nima xarajatlari bor, uni qanchaga sotyapsiz, sizga qancha daromad olib keladi. Buni boshida qilib olsangiz, undan keyin yaxshi. Ko'pchilik jarayonni tezlashtiraman deb sotuvga chiqarib yuboradi, shu bilan keyin foyda qilyaptimi, sotuv bo'lyapti, qanchasi foyda qilyapti, qanchasi qolib ketib qolyapti, assadga qancha qolyapti, shu joylarni to'g'ri qilmasdan qiyin bo'ladi. Lekin siz ketma-ketlikda qiladigan bo'lsangiz, o'sha hamma xarajatlarni, misol logistika xarajati, komissiya xarajati, reklama xarajati, marketing xarajatlarini to'g'ri chiqarsangiz, inshaalloh bu ham oson bo'ladi. Lekin ko'pchilik chiqarmasdan qiynalib ketaveradi. Shuning uchun boshdan buni chiqarishingizni maslahat beramiz. Eng katta xato oson tez boyish. Ya'ni xavfli illyuziya Instagram va YouTube'da ko'rsatilgan bir oyda $10,000 topish mumkin. Bir oyda $2,000 topish mumkin degan videolar bor. Biz o'zimizdan maslahat beramiz. Bunaqa 10,000, 2,000, 1,000, $1,500 topish oson, faqat bir oyda emas. Birinchi oy, ikkinchi, uchinchi oy siz biznes tizimiga moslashish oyi. Undan pul topasiz, lekin siz o'ylaganingizdan orttiradigan darajada emas. O'zi odatda men 6 oy, mana onlayn savdoda 7 yil, 11 yillik marketplace'da 2-3 yillik tajribamdan kelib chiqib, qanaqa holatda deb aytadigan bo'lsam, sizga maslahat beradigan bo'lsam, 6 oy siz zo'r pul topib, katta daromad olishingizga 6 oy biznesingizga qancha pul tiksangiz ham, 10 million pul tikasizmi, $10,000 pul tikasam, 6 oy tegmasdan o'ziga o'zi ursangiz, qancha foyda qilsangiz ham o'ziga tikaversangiz, 6-oydan keyin siz xohlagan summangizni yechib olaverasiz. Dasmiyangiz oz bo'lsa, dasmiyangiz ko'payadi va dasmiya qancha ko'p bo'ladigan bo'lsa, foyda ham shuncha katta bo'ladi. Оборот qancha ko'p bo'lsa, foyda shuncha katta. 6 oydan keyingi оборотlaringiz bemalol yechib olsangiz bo'laveradi. O'shanda ham to'g'ri tizim, to'g'ri kategoriya, to'g'ri model va model deganda o'sha mahsulotni oldindan sotib olish, oldindan sotib olmaslik, hammasini to'g'ri ketmaydigan qilsangiz, 6 oydan keyin siz xohlasangiz $2,000, xohlasangiz $10,000 ham pul yechsangiz bo'ladi. Minimum maksimum 3 oydan 6 oygacha tegmani, undan keyin o'zini o'zi ko'paytiradi. Xohlagan pulingizni yechaverasizlar, xohlasangiz $1,000, xohlasangiz $2,000 yechaverasiz. Faqat 6 oygacha tegmang deb ko'pchilikga men o'zim ham maslahat beraman. Fokusni yo'qotish, ya'ni fokusni yo'qotish, misol uchun yaxshi savdo qilib turibsiz, yaxshi daromad qilasiz, обороtingizdan ketib turgan tovaringizdan pul sug'urib, ketmaydigan tovarga tikish yoki Xitoyga siras bitirib olish, tajriba qilmasdan turib oldindan yukli sotib olish. Undan tashqari o'sha tajriba qilmasdan, yaxshi savdo qilmasdan turib Xitoyga oldindan zakaz berib olish. Bu ham fokus chalg'itadi, bu ham xato.
o'sha kapital tarqaladi. 100 ta mahsulotga kichik sarmoya kiriting, o'rniga 3 ta 5 ta issiq mahsulotga katta sarmoya kiriting. Ya'ni bu yerda kapital tarqaladi, ko'p tovarga oldindan pul tikmang. Siz 100 xil tovar qo'shing, ketganiga tiking. Bu bitta tizimi. Yoki bo'lmasa bir 10 xiliga mayda yaxshi ketadiganlarga oz sondan 10 ta 5 ta 5 tadan olsangiz ham bu to'g'ri. E'tibor bo'linadi. Ya'ni har bir mahsulotning o'zining marketing strategiyasi bor. Ya'ni siz aytaylik 100 xil mahsulotga pul tikib olib qo'ydingiz, bunda sizning fokusingiz chalg'iydi. Lekin 100 ta mahsulotga siz pul tikmasdan oldingiz, unda tushgan zakazga pul tikasiz. Bunda fokus chalg'imaydi. Agar siz oldindan mahsulot sotib oladigan bo'lsangiz, 4 xil 5 xil sotib oling, unda ham oz sonda, shunda sizning fokusingiz chalg'imaydi. Ma'lumotlar yo'qoladi. Ya'ni bunda ketma-ketlikda juda ko'pchilik fokusini yo'qotish bo'yicha fokusini yo'qotgan holatda xatolar qiladi va shu holatda shu joyda to'xtab qoladi. Siz ham shu xatoni qilmasangiz, inshaalloh siz ham yaxshi ma'lumot, yaxshi daromad, yaxshi oborotga chiqasiz. Kimlar uchun oson? Filtr o'zingizni tekshiring. Onlayn savdo hammaga bir xil emas. Ba'zi odamlar uchun bu juda mos keladi. Boshqasi esa qiynaladi. Quyidagi profil siz uchun tanish bo'lsa, bu sohada katta imkoniyat bor. Ya'ni hisob-kitobli har bir harakatingiz va daromadingiz aniq hisoblash yaxshi ko'radiganlar uchun bu o'yin. Ya'ni siz hisobotlaringizni, hisob-kitobingizni qancha pul topsiz, qancha xarajat qilasiz, bularni qilib yuradigan bo'lsangiz, bu siz uchun oson. Tizimli ish jarayonlari tartibga solib, yana qiladigan ishlaringizni, ya'ni sizning fikringizni, fokusingizni birinchi ishingizga qaratib, undan keyin misol uchun boshqa ishlaringizga yoki boshqa boradigan joylaringiz, hayotingizda tartib bo'ladigan bo'lsa, bu siz uchun ancha oson. Sabr va toqatli, ya'ni darhol bo'yib ketib qolaman emas, inshaalloh shuni sababini qilaman, undan keyin ko'proq, undan keyin yana ko'proq, misol uchun birinchi oyda aytaylik 5 million topdingiz, undan keyin 7 million, undan keyin 15 million, undan keyin 20 million, shunisi kerak. Birinchi oyda yo 20 millionga yetib olaman demaydigan holatda qadamma-qadam siz etap-etap oyma-oy ko'paytiradigan bo'lsangiz, bu siz uchun juda oson. Lekin bir oyda katta daromad qo'raman desangiz, bu siz uchun juda ham qiyin. Kimlar uchun qiyin? Ogohlantirish. Agar quyidagi fikrlar sizda tanish bo'ladigan bo'lsa, bu siz uchun qiyin. Sabrsiz odamlar. Bir haftada pul topaman deb o'ylasangiz ham bu siz uchun qiyin. Tez pul izlaganlar, tizim o'rnatmay turib, darhol siz qancha pul topdimki, o'zi tizim yo'q, bir hisobot yo'q, bir natija yo'q. Shu narsani rejalashtirsangiz, bu siz uchun ham zo'r qiyin bo'ladi. O'rnatishdan qochuvchilar, o'rganishdan, ya'ni siz qayerda o'rganib emas, men o'zim boshlayman, yo'q, men o'zim ma'lumotlarni bilaman yoki men videolarni ko'rib ham sira boshlab yuboraman. Siz so'raydigan yoningizda odamingiz bo'lmasa, siz eng tez to'xtadigan va qiyin bo'ladigan insonlar qatorida siz ham bo'lasiz. Shuning uchun bitta yoningizga ustoz oling yoki savdo qilayotgan tanishingizni oling yoki bo'lmasa qanaqadir kurslarga qo'shilingda, o'shalardan siz ketma-ketlik qadamma-qadam jarayonlarni o'rganib savdoga kiring. Shunda sizga oson bo'ladi. Nimaiki bizni boshlagan davrlarimizda o'rgatadigan ustozlar bo'lmagan. Hozir xohlagan onlayn savdoyingizni o'rgatadigan yaxshi kuchli ustozlar bor. Shular bilan boshlaganingiz siz uchun manfaatli. Yo'lda tajriba qilib olaman, yo'lda tushib olaman deganingiz sizni har bitta vaqtingizni yo'qotasiz va to'xtab qolgan joyingizni siz pulga sotib olasiz. Misol uchun aytaylik, noto'g'ri kategoriya tanlab qo'ydingizda, yarim yo'lda tovaringiz ketmay qoldi, to'xtab qoldingiz. Bo'ldi, pulga yeysiz. Bu tovarni siz bo'shata olmaysiz-da. Shuning uchun bitta ustoz bilan, bitta savdo qilgan bilan billalikda yuradigan bo'lsangiz, u sizni hoy, uni sotma, bundan ehtiyot bo'l. Buni sotma, undan ehtiyot bo'l, sizni paddashga qilib turadi. Xulosa, boshqarish oson va barqarorlik tizim. Boshlash, platformani ochish, birinchi mahsulotni qo'yish, bu har kim qilishi mumkin. Bu oson. Har bitta odam platformani ochib birinchi mahsulotni qo'yadi. Test qilish, qaysi mahsulot qaysi bozor ishlashini aniqlash. Ya'ni qaysi kategoriya, qanaqa mahsulot qaysi platformada sotilishini aniqlash bo'ladi. Bu ketma-ketlikni qiladigan bo'lsangiz oson. Ya'ni siz mahsulotni tanlaysiz, undan keyin test qilasiz, undan keyin tizim qurasiz. Ya'ni sotadigan kategoriyangiz, qaysi marketplace'da sotasiz, undan keyin tizim qo'yasiz va barqarorlik. Ya'ni tizim o'zi ishlayveradi. Marketplace'larga kiradigan bo'lsangiz ham o'zi siz tovarlaringizni yetkazib beradi. Instagramda savdo qiladigan bo'lsangiz ham logistikalar bilan shartnoma qilib olasiz, tizim o'rnatasiz jarayonda, undan keyin barqarorlik, ketma-ketlik qadam-qadam jarayon davom etib ketsangiz bo'laveradi. Onlayn savdo bu oddiy mexanika, murakkablashtirma. Ya'ni onlayn savdo shunchalik oson narsaki, faqat mohiyatini xatosiz to'g'ri tushunmasangiz bo'ldi. Shu uyda o'tirib ham bemalol siz boshqarsangiz bo'laveradi. Mahsulot tanlash,
narx va marjalar, narxlarni to'g'ri qo'yasiz va platforma tanlaysiz. Kanal yoki o'sha uzumni sotasizmi, Yandexda sotasizmi, Instagramda sotasizmi, OLXda sotasizmi, shuni tanlaysiz va buyurtma yetkazib berish jarayoni. Marketplace'da o'zi yetkazib beradi, o'zingiz sotadigan bo'lsangiz o'zi yetkazib beradi. Shu to'rtta qadam, ya'ni mahsulot tanlaysiz, xarajat va narx, marja, foyda hisobotini to'g'ri qo'yasiz. Qaysi platformaga kirishni xohlasangiz, hamma platformaga kirsangiz ham bo'laveradi. Men 3 ta platformani hozir sizga maslahat beraman. Misol uchun Uzum, Yandex, Instagram. OLX ham bor, OLXga kirsangiz ham bo'ladi. Endi xalqaro, O'zbekiston bo'yicha savdo qiladiganimiz shu 3 ta platforma. Valbereslar ham qilsa bo'ladi. Ular keyingi qadamda unga ham kirsangiz bo'laveradi. Buyurtma yetkazib berish tizimi Instagramda logistika orqali, marketplacedan o'zi yetkazib berish tizimlari bor. Bemalol ular bilan siz savdo qilsangiz bo'laveradi. Xo'p, endi yutuqning 80% to'g'ri import. Ya'ni bunda siz to'g'ri, hammasini to'g'ri qilsangiz, misol uchun mahsulotni noto'g'ri qilib qo'yadigan bo'lsangiz, o'zi siz 80% yo'qotasiz. Mahsulot kategoriya tanlash. Shu yuqorida aytib o'tgan kategoriyalarni tanlasangiz ham siz bo'laveradi. Undan keyin misol uchun Xitoydan yuk zakaz qiladigan bo'lsangiz ham, kimdir oldindan Xitoydan yuk zakaz qilaman deydi. Shunda to'g'ri analiz qilmaslik xatoni 80%. To'g'ri analiz qilib yoki o'sha mahsulotingizni sotib ko'rib keyin Xitoyga zakaz bersangiz, siz shunda tovaringiz ham qolib ketib qolmaydi, pulingiz ham yukda band bo'lib qolib ketib qolmaydi. Shuning uchun buni to'g'ri qilish kerak. Ya'ni O'zbekistonda narxdan 3-7 barobar arzonroq xarid qilish imkoni. Xitoyda tovar zakaz qiladigan bo'lsangiz, sizga o'sha Xitoy importi nima beradi? Millionlab mahsulot kategoriyasini yuzlab ishlab chiqaruvchini beradi. Misol uchun bu yerdagi sotgan tovarlaringizni Xitoyda sizga ko'plab insonlar taklif qilishi mumkin va har xil narxlarda minimal partiya bilan boshlashingiz mumkin. Misol uchun Pindodo 1088 saytlar bor. Ulardan siz ozgina sonda ham tovar olib kelib boshlasangiz bo'laveradi. Bu ham yaxshi. Ko'proq olib kelmoqchi bo'lsangiz, oldin tajriba qiling, oldin soting, 1 oy, 2 oy, 3 oy keyin Xitoyga chiqsangiz bo'laveradi. Lekin oz 5 ta 3 ta bilan bemalol siz Xitoydan yuklar olib kelib sotsangiz bo'laveradi. Sifat nazorati, muzokara olib borish mumkin. Ya'ni siz saytlardan zakaz berib Xitoyga chiqadigan bo'lsangiz, to'g'ri kategoriya, to'g'ri tovar bilan qolgan hammasini shu platformalar, Xitoy platformalar shu ketma-ketini o'zini ichiga oladi. Bonus darsligimiz bor. O'sha Xitoy import tizimi, ya'ni qiymati $200 yuqorida aytib o'tganimdan, birinchi modul o'sha 16 va Pindodo saytlardan ichki bozordan mahsulotni tanlash sirlari. Ya'ni video darslik bor. Siz u video darslikda bemalol 1688 Pindodo saytlardan qanaqa qilib zakaz registratsiya qilish, qanaqa qilib gaplashish, qaysi etapda mahsulotga zakaz berish, u qanaqa holatda olib kelish, qanaqa kargolar orqali olib kelish haqida shu video darsligimiz orqali siz bemalol bila olasiz. Shu 3 ta modul bor. Birinchisi platformani registratsiya qilib tovar tanlash, ikkinchisi muzokara yo'llari, qanaqa qilib gaplashasiz, uchinchisi olib kelish, logistika. Olib kelish bo'yicha bizda video qo'llamizda bor. Bu bonus darslikni sizga beraman. Bonus darslik shu 1688 Pindodo sirlari, ponna jarayonlar bor buning ichida. Undan tashqari o'sha muzokara va xavfsizligi, tovar olib keladigan bo'lsangiz ham muzokarani yaxshi qila olasiz va xavfsiz olib kelish yo'llarini biz sizga beramiz bonus darsning ichida. Va logistika kargolar ham shuning ichida bor. Sizga bu tizim nega bu sizga mashg'ulotni keyin so'raysiz. Nega bu tizim sizga kerak? Agar siz ulgurchi yuk oladigan bo'lsangiz yoki shu aytib o'tganimdan yuqorida boshda olib kelmang, boshda oling. Pindodo 1688 da osonda oling. Ko'p sondagi 3 oy, 4 oy, 5 oy, 6 oydagi zakaz qiling. Yoki hozir buni o'rganib ham siz boshqalarga zakaz qilib bersangiz ham bo'laveradi, masala yo'q. Shuning uchun bu sizga kerak bo'ladi. Qimmat xatolardan saqlanasiz. Ya'ni tekshirilgan bu darslik $200 darslikni oladigan bo'lsangiz, qimmat xatolar, yukingiz bir kelib qolsa yoki noto'g'ri gaplashib qo'ysangiz, bu xatolarni siz yo'lga qo'ymaysiz. Ya'ni vaqtingizni tejasiz, raqobat ustunligi, ya'ni raqobatbardosh tovarlarni siz bemalol bu saytlar orqali zakaz bera olasiz va kengaytirish oson. Tizim o'rnatilgandan keyin kengaytirish oson bo'ladi. Ya'ni qadama-qadam siz mahsulot olib keldingiz, mahsulotda tizimlik bo'lgan platformalarda sotasiz. Unda tizim bo'lgandan keyin siz mahsulot olib kelib qo'yasiz, tizim o'zi siz mahsulotingizni ponna yetkazib beradi. Agar tizim yo'q bo'ladigan bo'lsa, OLX, Instagram, Telegramda sotadigan bo'lsangiz, tizimni birlashtirasiz. Tizimni birlashtirish, logistika xizmatlari bilan gaplashish, ular bilan shartnoma qilish orqali bo'ladi. Asosan tizim bunda yetkazib berish tizimi bo'ladi. Marketplace'larda bularning o'zi bor. Hozirroq ro'yxatdan o'ting. Ya'ni quyidagi link orqali biz sizga bioga yoki kommentariyaga biz link qo'yib qo'yganmiz. Shundan ro'yxatdan o'tib nomeringizni qoldiring.
Undan tashqari nomer qoldiringizlardagi yopiq Telegram kanalimizda bu video darsligimiz bepul sizga tashlab qo'yganmiz. Yopiq Telegram kanaliga sizga dostуп beramiz. Va undan tashqari siz agar o'zingiz boshlamoqchi, onlayn savdo hali boshlamagan bo'lsangiz, aniq tizimli, aniq yo'l, ya'ni tushunmagan joylaringiz bo'lsa, sizga konsultatsiya kerak bo'ladigan bo'lsa, siz o'sha link orqali ro'yxatdan o'ting. Sizga menejerlarimiz aloqaga chiqib, tushunmagan onlayn savdo joylaringiz hammasiga xohlaganingizda javob berib, xohlasangiz ofislarimizga konsultatsiya olishingiz ham mumkin. Agar xohlasangiz bizning akademiyamiz bor, unda siz o'qishingiz ham mumkin. Bu siz uchun qo'shimcha taklif. Axir jarayonni o'zingiz qaror qabul qilib ketsangiz bo'ladi. Agar sizga berayotgan ma'lumotlarimiz manfaatli bo'ladigan bo'lsa, qo'llab-quvvatlab, like bosib, bizga a'zo bo'lib qoling. Undan tashqari bundan keyingi videolarda yoki bu videodan nima xulosalar oldingiz, shu xulosalaringizni siz kommentariyada yozib ketsangiz, biz bundan juda ham xursand bo'lar edik.